payg'ambar alayhissalotu vassalomni aytadilarki, ahli siyar ulamolar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jamollari, husnlari Yusuf alayhissalotu vassalomdan ham go'zal edi. Ammo Rasulullohga buyuk haybat kiydirildi. Nega? Ummat kelsin, erkagu ayol Rasulullohning oldida bemalol o'tirib, o'zlarini arzini qilib, o'zlarini saboqlari, dinlari, ta'limlarini olsin deya Rasulullohga buyuk bir viqor kiydirilgan ekan. Va illa Rasulullohning jamollari Yusuf alayhissalotu vassalomdan ham chiroyli bo'lgan ekan. Va Hazrati Anas ibn Malikni bilasiz. Rasulullohga 10 yil xizmat qilgan zot. Aytadilarki, biron bir harir, ipak va ipakka o'xshash yumshoq matohni ushlabmanki, illa hech biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qo'lidan, kaftlaridan ko'ra yumshoqroq emas edilar. Rasulullohning bu yerdagi nazofatlari, Rasululloh alayhissalatu vassalomning bu yerda juda ham go'zal xulq va xilqat egalari ekanligi.